4-chi bob. Shu sabablardan Rabbimizga xizmat qilish yo'lida mahbus bo'lgan men sizlardan Xudoning chaqirig'iga munosib yashashinglarni o'tinib so'rayman. Sizlar hamisha kamtar, muloyim, sabrchan bo'lib, mehr muhabbatinglar bilan bir-biringlarga keng qo'saq bo'linglar. Bir-biringlar bilan inoq o'tish orqali muqaddas ruhning e'tiqodchilarga bergan birligini saqlashga tirishinglar. Biz hammamiz bir tanning a'zolari. Qalbimizdagi muqaddas ruhmu bir. Shuningga o'xshash, Xudo bizni chaqirganda bizga bergan umidmu birdir. Rabbimiz bir, e'tiqodimizmu bir bo'lib, o'xshash bir cho'mildirishni qabul qildik. Hammamizning otasi bo'lgan Xudo birdir. U hammamizdan ustun turdi. Hammamiz orqali o'z irodasini ijro qiladi. Shundaqla hammamizning qalbidir. Ayso Masih sexiylik bilan har birimizga iltifot ko'rsatib, hadiyalarni ato qildi. Bu to'g'riliq muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan. U erishga chiqqanda nurg'ulg'an asrlarni yetakladi. İnsanlarga hadiyelerni ato qildi. Bu yerdiki chiqqanda degan so'z Ayso Masihning avval tövanga yer yuziga tushganligini bildirdi. Yerga tushganmi u, erishga chiqqanmi u. Buningdan maqsad o'z hukmronligini butkul koinotga o'rnatishdir. Ayso Masih o'zi e'tiqodchilar jamoatchiligiga iltifot qilib, ba'zilarni elchi, ba'zilarni payg'ambar, ba'zilarni xushxabar yetkazguchi, ya'ni ba'zilarni jamoatchilik mas'uli va ta'lim berguchi qildi. Ularning vazifasi Xudoning muqaddas xalqini Xudoning xizmatini qilishga va Ayso Masihning teni, ya'ni e'tiqodchilar jamoatchiligini mustahkamlashga tarbiyalashdan iborat. Bu vazifa toki bizning Xudoning o'g'liga e'tiqod qilishda birdek bo'lib, uni cho'nqur tonishimiz hamda e'tiqod jihati o'sib yetilib, Ayso Masihga o'xshash bo'lishimizga qadar davomlashidir. Shundaq bo'lganda biz kishilarning hiyla mikrlariga go'dak bolalardek oldinib, har xil g'ayri ta'limotlarning shomili va to'lqinlaridan tavrinib ketmaymiz. Aksicha, mehr muhabbat bilan Xudoning haqiqatini so'zlab, tanning, ya'ni e'tiqodchilar jamoatchiligining beshi bo'lgan Ayso Masihga har qaysi jihatda o'xshash bo'lib, o'sib yetilimiz. Ayso Masihning yetakchiligida e'tiqodchilar jamoatchiligining har qaysi a'zolari zich moslashib, o'zlarining joriy qilishga tegishli rollarini to'liq joriy qildiganda, e'tiqodchilar jamoatchiligi mehr muhabbat ichida sog'lom o'sib yetiladi. Rabbimizning nomi bilan ogohlantirmanki, endi Xudoga ishonmaydiganlardek arzimas o'y fikrlar bo'yicha yashmanglar. Ular Xudoga tarsovlik qilib, Xudo haqida bilimsiz qoldi. Natijada qalbi qorong'ulikda qilib, Xudo ato qilgan hayotlikdan mahrum qoldi. Ular or nomusni unutib, shahvoniylikka berilib, oshko'zlik bilan har xil napoqliklarni qiladi. Lekin burun o'lganinglardek bundaq yashash Ayso Masihning ta'limlariga mos kelmaydi. Sizlar Ayso Masih to'g'risida jazman angladinglar hamda uning ta'limlarini qabul qildinglar. Chunki haqiqat Ayso Masihdir. Undaqda xuddi koni kiyiminglarni tashlab etgandek, burunqi razil turmush odatlaringlarni
koni tabiatinglar bilan birga tashlab etinglar. Chunki u tabiat sizlarni ozdiradigan chakina havaslar bilan chirib ketgan. Ruhinglar va o'y fikringlarmi yenilansin. Yeni tabiatni o'zinglarga o'zlashtiringlar. Bu yeni tabiat Xudoning tabiatiga mos bo'lib, u haqqoniylik va haqiqiy poklikda ifodalanadi. Shuning uchun yolg'onchilikni tashlab, bir-biringlarga rost gap qilinglar. Chunki hammamiz bir tanning a'zolarimiz. Agar ochiqlansanglar, ochiqinglar sizlarni gunohga boshlamasin. Ochiqinglardan qaytmay, kunmu petib ketmasin. Shunda qilib, shaytonga fursat bermanglar. Burun o'g'irlik qilganlar, endi o'g'irlik qilmasin. Aksicha, ikki biligiga tayinib, sadoqatmanlik bilan ishlasin. Topqinidan hojatmanlarga ulashtirsin. Og'zinglardan hargiz yomon so'zlar chiqmasin. Anlıqçılarının ihtiyaciga qarab, ularga foydali bo'lsin deb mehr shafqatlik so'zlarni qilinglar. Xudoning muqaddas ro'yini qayg'uga solmanglar. Chunki muqaddas ruh bo'lsa, sizlarning Xudoga mansub bo'lganliginglarning muhri bo'lib, uzil-kesil qutqizildigan kuninglarning yetib keldiganligiga kapolatlik qiladi. Barliq adovat tutush, ochiqlanish, g'azablanish, jidallashish, tuhmat qilishdan iborat illatlardan va har xil yomonliklardan yiroq turinglar. Bir-biringlarga mehribon, muloyim bo'linglar. Xudo sizlarni Eyso Masih orqali kechirgunidek, sizlarmi bir-biringlarni kechiringlar.